Tracker 2 avtomobil 2023-yil boshida olingan, 3 yil bo'ldi. Motor changlariga e'tibor bermaysizlar, yuvilmagan. Hozir korobka moyini alishtiramiz. 90 ming probeg bo'ldi hozir. Kartida yechilmaydi. Yo'q, 11 volt bormi? Qorayib ketdi-ku. Ancha qoraygan-a? 90 ming yurdi-da. Kip qizil bo'ladi-da. To'qson ming salkam bir kurukda. Bir kuruk deb qo'ydi. Zavodga o'ynaymiz. To'kildimi? Mana shu moydan qo'yibmiz. Yaponskiy. Tehron 6. Sizniki necha ming probeg yurdi? Kaçtı? Baştan kıladı. Doğru. İstekten gördük. İstekten kalak yapıyor yani. Doğru. Siz rahmet eylesin. Siz yaşana mı? Çok gapirasan ku. Bıraksan da gapirasan. Siz yurgan gapni. Bize geçiyor mu? Trezor git kalan dedik. Konik. İgro altılık. Fatih yaşadı. Irsan bilemem diyorsan bilmem. Korobka moyini alishtirib bo'ldik. 90 ming probeg. Usta maslahat berdi, har 30 ming 35 mingdan alishtiring deb. Sababi o'zi ham 10x minadi. Usta o'zi bilgan mashinalarni yaxshi tushunadi, qayerda nimada qancha alishtirish kerak. Remenlarni ham alishtirib beraman dedi. Usta bir maslahat bering endi. Korobka moyi qanday to'kiladi? Vaqtida almashtirishga tavsiya beraman. Iloji bo'lgancha 30-35 kunda almashtirsalar
uzoq umr. Uzoq, hayajonlanmasdan. Ya 90 mingga bormaslik kerak ekan. Shu 30-35 mingni o'zinikida ham har 30-35 mingdan alishtirar ekan 12sini. Xizmat haqqi 50 ming so'mga alishtirib berdi. Ustaga rahmat. Toshkentda 800 ming. Ha, nima farqi bor? Apparatda alishtirdi, bunda alishtirdi. Qanday bo'ladi? Apparatda sal rasxod ko'p bo'ladi. 4 litr rasxod ko'p bo'ladi. Ishdan tozalab, просто shuni almashtirsa, kamroq xarajat ketsa, apparatni almashtirsalar 3-4 litr nisbiy xarajat ketsa. U 3-4 litr alohida u faqat ichini tozalash uchun, Tozalash uchun. ichiga quyilmaydi lekin. Ikkalasi ham bir xil. Kuzatamiz endi apparatda ham bundan ham bir xil debdi. Ichiga videoda ko'rdik, havo urib. Nimasi dedingiz, ichida qayerda havo qolib ketadi dedingiz, moyi. Bublik degan joyda qolib ketadi. Shu havo urib hammasini chiqardi, nasib. Ko'ramiz. Rahmat hammaga, ustaga ham rahmat. Hozir korobka moyini alishtirdik. Nima o'zgarish bo'ldi? O'zim bilganim hozir. Mana buni zadniga olganda tiq etib zadniga o'tardi, zug chiqardi. Hozir mana shu ovoz yo'q. Neytralga o'tganda ham nisbatan ovoz sezilardi. O'sha ovoz yo'q. Mana shu ovozlar yo'q. Yaxshi. Bu hozir alishtirgan ustamiz o'zi Rossiyada ishlab kelgan. Motor remenni ham alishtiramiz dedi, video qilamiz. Korobka moyi alishtirish jarayoni mana shu bilan o'z nihoyasiga yetdi, yakunlandi. Hammaga rahmat. Telegram gruppamiz bor, faqat trekerchilar gruppasi. Hamma treker nima muammo, qanday nima bo'lyapti yozadi hamma. Hamma qo'shilishni taklif beraman. Kommentariyada qoldiraman Telegram gruppani. Hammaga rahmat.